5-sinf matematika mas daftari 12-bet. Bitta pishgan g'ishtning massasi 1,35 kg bo'lsa, 100 ta shunday g'ishtning massasi qancha bo'ladi? Demak, 1,35 ni ko'paytirishimiz kerak 100 ga. 100 ga ko'paytirgan vaqtimizda vergulimiz 2 xona o'ngga suriladi va 135 kg hosil bo'ladi. 5-savol. Donada 50 ta tasma bor. Har bir tasmaning uzunligi 1,8 metrga teng. 50 ta tasma. Va har bitta tasmamiz uzunligi 1,8 metr bo'ladigan bo'lsa, shundan 50 tani yonma-yon qo'yib uzunligini hisoblaydigan bo'lsak, uni 50 ga ko'paytirishimiz kerak. 50 ga ko'paytirishimiz, demak 10 kara 5 degani 1,8 ni 10 ga ko'paytirsam 18 hosil bo'ladi. 18 ni 5 ga ko'paytirsam bizda 90 metr hosil bo'lar ekan. 6-savol. Kichik idishning massasi idishda shuncha bor. Demak, kichik idishdagi 0,425 litr ichimlikdan, demak 300 tasi katta idishga quyilibdi. Natijada katta idish hajmini topishimiz kerak. Qancha ichimlik borligini 25 litrni ko'paytirishimiz kerak 30 ga. Oldin unga ko'paytirib olaman. Demak, bu unga ko'paytirsam 4,25 hosil bo'ladi. Uni 3 ga ko'paytirishim kerak. Bu esa 12,175 litr degani. Xo'p, oxirgi savol. Bitta kitobning massasi 0,185 kg, xuddi shunday 4000 ta kitobning massasi 0,185 kg ni ko'paytirishimiz kerak 4000 ga. Xo'p, 4000 ga ko'paytirgan vaqtimiz, demak bizda 1000 ga ko'paytirib olaylik oldin. 1000 ga ko'paytirgan vaqtimiz 850 hosil bo'ladi. 850 ni 4 ga ko'paytirishimiz kerak. 850 dan ikkitasi 1700, yana ikkitasi 3400. Demak, 3400 kg ekan.